Demak, azizlar, bokschilarni sizga tanishtirib o'taman. E'tiboringizni ko'k burchakka qaratamiz. Diqqat qiling. U 21 yoshda, bo'yi 180 cm. Turnirimiz debyutanti, O'zbekistonlik professional bokschi. Olqishlab qo'yamiz. Suhrobjon Qayimov. Va uning raqibi. Diqqat qiling. Sportchi 19 yoshda, bo'yi 182 cm. Professional natijasi bitta jang, bitta g'alaba. Tojikistonlik Davud Mahkamov. Qadrli do'stlar, demak, oqshomning ikkinchi jangi boshlanish arafasida unda ikki yosh bokschi debyutant o'rtasidagi qarama-qarshilikka guvoh bo'lamiz. 72,57 kg bo'lgan vazn toifasi. Oqshomning ikkinchi jangi ham 6 raundga mo'ljallanadi. Demak, tojikistonlik Davud Mahkamov 19 yoshda yo'q, u jang o'tkazgan ekan bir marotaba va uni ham mag'lubiyat bilan yakunlagan. Bu ikkinchi jangi bo'ladi. Lekin hamyurtimiz Suhrob Qayumov uchun esa bu birinchi jang hisoblanadi professional boksda. Yosh jihatdan Davud balki 2 yoshga kichikdir, lekin Suhrob Qayumov o'zining birinchi bugun professional boksdagi jangini o'tkazadi. Islomjon Rahmonov, demak, jang referisi. Keyin bir narsaga e'tibor berdim. Bu safargi boks oqshomida og'ir vazndagi bokschilar yo'q. Ya'ni biz tezkorroq, har holda temp borasida biroz farqli janglarni ko'ramiz. Yuqori temp bilan boshlanib ketdi ikkinchi jang. Birdan klinch bilan tugadi, lekin mayli. Birdaniga faollik ko'rsatishni boshlashda qani ko'ramiz. Hamyurtimiz ko'k va qora rangli libosda, Mahkamov tojikistonlik bokschi esa qora rangli libosda harakat qilmoqda. Tez kirishib olishdi har ikkala bokschi ham. Yaqin masofalar yo'llashmoqda, ammo hozircha himoya ustunroq har ikkalasida. Ham yaqin masofada ko'proq jang qilishmoqda. Va bir joyda turib qolmayapti. Oyoq harakatlari, footwork ancha yaxshi ekanligini ko'ryapmiz birinchi jangga nisbatan. Mahkamov ham yaxshi taassurot qoldiryapti. Endi o'zbekistonlik bokschi qarshi chiqyapti raqibga, mehmon o'sha qo'shnimiz bo'lgan tojikistonlik bokschiga qarshi. Shuning uchun ham biroz bugun ikkinchi jangda muxlislarning shovqini bo'lishi tabiiy. Yaxshi, hozircha Qayumov faollik ko'rsatmoqda, lekin Mahkamov ham zarbalarga munosib javob qaytaryapti va umuman noqulay raqib ekanligini ko'rsatyapti. Umuman bir joyda turib qolmayapti, korpus bilan ham yaxshi ishlayapti. Chap qo'l zarbasidan ehtiyot bo'lish kerak Mahkamovni. Ko'proq markazni Qayumov egallamoqda va tana qismiga yaxshi kuchli zarbalar yo'llayapti Qayumov. Mana bu yerda yana endi bosh qismiga ham zarba himoyani esdan chiqarib qo'ygan edi Mahkamov. Lekin qoyil shuncha kuchli zarbalarga ham dosh bera oldi tojikistonlik bokschi. Umuman qilt etgani yo'q, qandaydir muvozanat yo'qolishiga ishora ham ko'rmadik. Yana tana qismiga zarba bermoqchi bo'ldi Qayumov. Bo'y borasida endi farq qadar katta emas. Bu yerda Davud 2 cm ga balandroq deb aytilgan, lekin amalda aksincha hamyurtimiz balanddek tuyulyapti. Ko'proq. Oxirgi soniyalar.
Mana bu yerda esa endi Mahkamov yaxshi harakat qildi, aniq zarbalar bilan kirib bordi va bo'ldi. Hozir raund o'z yakuniga yetadi. Yaxshi ancha sifatli jang ko'ryapmiz. Har holda debyut bo'lsa ham bizning hamyurtimizda Suhrob ancha yaxshi zarbalar yo'llayapti va doimiy bosimni ushlab turibdi. Eng asosiysi, shuning markazida raqibni nazorat qilib boryapti. Mahkamov esa o'z navbatida qarshi hujumdan foydalanishga harakat qilib ko'ryapti. Mana shu musiqa o'rniga ko'rsatmalarni eshitsak, uncha zo'r bo'lardi. Endi albatta uning imkoniyati yo'q. Tanaffusda muxlislar zerikib qolmasligi uchun ham musiqa qo'yib beriladi va hozir birinchi raunddagi vaziyatlarni esga olyapmiz. Mana o'sha zarbalar seriyasi chap qo'lda asosan berildi. Mana shu hamma zarbalar Suhrob Qayumov tomonidan. Keyin esa o'ng qo'lda ham zarbalar berilganligini ko'ryapmiz. Yaqin masofada jang o'tishiga ikkalasi ham, ya'ni ikkala bokschi ham qarshi emas. Yana pastdan o'sha uppercut zarbasini yo'llamoqchi bo'ldi Qayumov. Yaxshi, mana endi o'ng qo'l zarbasi muvaffaqiyatli chiqdi. Boshga aniq tekkanligini ko'rdik. Lekin Mahkamov ham ancha irodali bokschi ekanligini ko'ryapmiz. Hech qanday bir sezdirmayapti kuchli zarbalar o'tkazib borayotganligini. Va seriyada ishlashga ham bermayapti. Qayumovga darhol javob qaytarishga harakat qilib ko'ryapti. Zarba o'tkazib yuborgan chog'i. Yaxshi, yana o'ng qo'l o'tdi. Oyoq harakatlarida lekin faollik Mahkamovda yaxshiroqdagi. Agar toliqib qolmasa, hozircha yaxshi harakat qilyapti. Yana tana qismiga Qayumov to'g'ri zarbalardan ko'ra pastdan yo'naltirilgan zarbalarga ko'proq e'tibor qaratyapti. Balki raqibni o'rganish jarayonida bu Mahkamovning biroz ojiz nuqtasi ekanligini topib olishgandir. Mana yana pastdan keyin boshni ham egib olyapti. O'ylashimcha o'sha Mahkamovning himoyalanish taktikasiga qarab mana shunday zarbalarni tanlagan Qayumov. Chunki raqib biroz egilgan holatda himoyalanmoqda. Uning evaziga boshga yo'llanayotgan zarbalar hammasi ham aniq bormayapti. Yaxshi, aniq zarbalar ikkala bokschida ham bo'ldi. Stoykani ora-orada o'zgartirib ham turibdi Qayumov. Yaxshi, uncha faol harakat qilishyapti bokschilar. Zeriktirib qo'yishayotgani yo'q. Faqat zarbalarga biroz kuch uncha yetishmay qolayotgandek. Chunki himoyani ancha mustahkam ushlayapti Mahkamov. Yana himoyaga bo'ldi shuncha yo'naltirilgan zarbalar seriyasi. Yaxshi. Mahkamov ham qo'shdi, u ham faollikni oshirdi. Biroq Qayumov ham korpusdan yaxshi ishlayapti. Mana bu yerda esa seriya tezlikka ko'proq urg'u qaratildi. Aniqlik unchalik yetishmadi Qayumovga, lekin bittasi tekkan ham bo'lishi mumkin bu vaziyatda. Qarang, zarbalarga chap berishni Qayumov hozircha qoyillatmoqda. Va ikkinchi raund ham o'z nihoyasiga yetdi. Ancha teng kuchli raqiblar ekanligini ko'ryapmiz. Qiziqarli bahsni bizga namoyish etishyapti. Tojikistonlik sportchi Dovud Mahkamov hamda hamyurtimiz Suhrob Qayumovlar o'rtasidagi jang. Endi o'tgan 2 raundda nima desak bo'ladi? Baribir yaqqol ustunlik yo'q hali. Aytganimizdek, Suhrob bosim qilishga harakat qilyapti raqibga.
Lekin Mahkamov ham o'zining zarbalarini yo'llab qo'yyapti ora-orada. Demak, boshladik 3-raund. Ko'k rangli libosda hamyurtimiz Suhrob Qayumov, uning raqibi tojikistonlik sportchi Davud Mahkamov. Burchakka taqab oldi. Hozir Suhrob yaxshi zarba, o'ng qo'ldagi zarba o'tib ketdi. Mahkamov muvozanatni biroz yo'qotgandek tuyuldi. Uning ko'zlarida xavotir uyg'ondi. Hozircha Qayumov davom ettirishga tavakkal qilgani yo'q bu hujumda. Aql bilan ishlayapti. Himoya bilan kirib borib, zarba yo'llab chiqib ketishni eplayapti Suhrob. Ikkilik. Yana ikkilik. Mana bu yerda uppercut o'tib ketgandek bo'ldi. Buni sezdi menimcha Mahkamov ham. Tanaga zarba. O'ng qo'l zarbalari raqibni chalg'itish uchun otilyapti. Asosiy zarbasi menimcha Suhrobning chap qo'lida yo'llanadi. Juda kuch bag'ishladi Mahkamov mana shu zarbaga, ammo noaniq bo'ldi. Yana boshini egib olyapti. Menimcha hakam bunga e'tibor qaratish kerak. Mana oxiri og'zaki ogohlantirishga majbur bo'ldi Mahkamovni. Juda ham endi egib olyapti ayrim vaziyatlarda. Yaxshi jeb Mahkamovdan. Hozir qarama-qarshi zarbalar ko'rdik. Referi biroz qochib tursa yaxshi bo'lardi. Hozir boshini egish bilan birgalikda tanasini ham shu orqali himoya qilyapti. Boshning orqa qismiga zarba berish mumkin emas. Mahkamov biroz ayyorlik qilyapti, to'g'risi. Biroz e'tiroz ham bo'ldi hamyurtimiz tomonidan raqibga nisbatan. Yaxshi zarba Mahkamovdan. Biroz ikkilantirib ham qo'ydi Qayumovni bu. Mana shu zarbalarga yaxshi chap bera olyapti Qayumov. Lekin o'ng qo'ldagi cross esa noaniq chiqdi. Tegdi menimcha uppercut. Mahkamov. Raundning oxirgi soniyalari. O'tmay qoldi, chap qo'lda uppercut endi. Va bo'ldi, raund yakunlandi. Hozircha bir narsa deyish qiyin. Endi ustunlik menimcha hamyurtimiz tomonida, kichik farq bilan bo'lsa ham, lekin jangni umumiy yakuni bo'yicha biror bir oldindan fikr aytish qiyin bo'lib turibdi. Shu bilan birga jangning yarmi o'tib bo'ldi. Mana endi jismoniy holat birinchi fonga chiqishni boshlaydi. Endi bilib bo'lmaydi. Suhrob ham ehtiyotkorlik bilan hujumga o'tishi talab etiladi baribir.
Demak, 4-raund boshlandi qadrli do'stlar. Hali biror fikr bildirishga erta. Mahkamov vaziyatni o'zgartirishi ham mumkin, lekin kichik ustunlik ortda qolgan raundlar bo'yicha menimcha hamyurtimiz tomonida. Xo'sh, nima sodir bo'ldi? Jarohat yanami? Bundan oldingi jang o'zi jarohatni deb to'xtatilgan edi. Endi Qayumov hamyurtimiz boshdan jarohat olganligini ko'ryapmiz. Referi Islomjon Rahmonov tezda shifokorlarga ko'rsatishga qaror qildi Qayumovni. Lekin qosh yorilgan. Bunday holatda menimcha jang davom etsa kerak, peshona emas. Bo'ldi. Jang davom etadi. Birdaniga yugurib keldi ikkalasi ham. Hozir yana to'qnashib ketishlari mumkin edi bosh bilan. Shunchalik bir jangda davom etishni ikkalasi ham istab turgan ekan. Qarang. Tempni yanada ko'tarishmoqda. Qayumov ham, Mahkamov ham. Hali yana oldinda ikkita raund bor. Esdan chiqarmaslik kerak. Ochiq jang bo'lib ketdi biroz. Mahkamov ham o'zida ishonch paydo bo'lgandek bo'lyapti. Mana shu Suhropning biroz jarohat olgandan so'ng u ham bosimni oshirishga harakat qilib ko'rdi, lekin hammasi joyida. Qayumov davom etyapti. Orada psixologik to'qnashuv ham ketyapti ikkala bokschi o'rtasida. Ya'ni bosim o'tkazishyapti, qandaydir so'zlar bilanmi, harakatlar bilanmi deymiz shu. Boksda bu muhim. Sal Mahkamov endi o'zgardi. Boya asosan himoyadan harakat qilayotganda endi esa o'zi hujumga o'ta boshladi. Yaxshi zarbalar. Yana shifokor ko'rigidan o'tadi. Qayumov boshdan tinmasdan qon oqayotganligini ko'ryapmiz. Oxirgi 45 soniya va yana o'sha sal nafas rostlab olishdi bokschilar. Balki bu mana shu raundni yana yuqori tempda yakunlashga xizmat qilsa ajab emas. Tana bilan ham, oyoq bilan ham ancha yaxshi ishlayapti bu ikki bokschi, ya'ni hamyurtimiz ham, tojikistonlik bokschi ham. Sal endi aniqlik yo'qoldi. Zarbalarning kuchi ham biroz pasaydi. Lekin faollikni saqlab turishdi. Mahkamov mana bu yerda tana qismiga bitta zarba qabul qilib oldi. Lekin vaqt juda ham oz. Menimcha hozir gong ovozini eshitamiz. Va bo'ldi. Ancha emotsional jang namoyish etishyapti bu galgi juftlik. Asosiysi hozir Suhropning jarohat olgan qoshni o'z holatiga biroz bo'lsa-da keltirib olish, chunki bundan avvalgi jang aynan mana shu jarohat sabab to'xtatilgandi.
Demak, qadrli do'stlar, jang muddatidan oldin yakuniga yetadigan bo'lmoqda va hozir uning sababini bilib olamiz. Mana hozir biroz norozi bo'lyapti to'g'risi Dovud Mahkamov ham vaziyatdan. Asl sababini esa Saidolim Turduboyev rasman ma'lum qiladi. Yana bir necha soniyalardan so'ng. Demak, diqqat qiling. Ushbu uchrashuvda jarohati bois sekundantning jangni davom ettirishdan bosh tortgani uchun g'alaba nasib etmoqda. Suhrobjon Qayumov. Suhrob Qayumov, demak, raqib bokschi tojikistonlik Dovud Mahkamovning jangni davom ettirishdan bosh tortganligi uchun ushbu jang g'olibi deb topilmoqda. Bilmadim. Dovud Mahkamov shu balki boya raund yakunlanishi arafasida qandaydir kuchli zarba o'tkazib borganga o'xshab tuyuldi. O'sha paytda qandaydir talofatli zarba o'tkazib borganlar. Mana o'sha vaziyat. Qani tana qismidan. Ya'ni bu hozir qarorni u emas, balki uning murabbiyi ham chiqargan bo'lishi mumkin. Murabbiy nimadandir xavotirga tushgan bo'lishi ham mumkin. Biroz rozi bo'lmayapti Dovud Mahkamov qandaydir hakam o'sha qaroriga, lekin balki murabbiy majbur qilgandir uni. Yana murabbiy nisbatan baribir tajribaliroq, vaziyat ancha jiddiy tus olishi mumkin deb o'ylagan bo'lishi mumkin.